2012-yil 30-yozgi Olimpiya o'yinlari Buyuk Britaniyaning London shahrida o'tkazildi. Bu Olimpiya o'yinlari London shahrida 3-bor o'tkazilishi edi. Bu Olimpiya o'yinlarida 204 mamlakatdan 10.500 nafar sportchi ishtirok etdi. O'zbekistondan 54 nafar sportchi sportning 13 turi bo'yicha bahslashdilar. Ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini bokschimiz Elshod Rasulov ko'tarib kirdi. Artur Taymazov, Yekaterina Xilko va Go'zal Xubiyevalar uchun bu Olimpiada 4-olimpiada bo'ldi. Ular 2012-yilgi London Olimpiadasida ham O'zbekiston sharafini himoya qildilar. Bokschimiz Abbos Atayev finalda kumush medal sovrindoriga aylandi. Artur Taymazov esa erkin kurash bo'yicha oltin medalni qo'lga kiritib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori hilpiratdi. Dzyudochimiz Rishod Sobirov ham bu Olimpiya o'yinlarida ishtirok etib, bronza medaliga sazovor bo'ldi. Sportchimiz Yekaterina Xilko esa batutda sakrash bo'yicha shohsupaning 3-pog'onasidan joy oldi. Antik davr yunonlari bizga meros qilib qoldirgan Olimpiya o'yinlari Jahon sporti bayrami davom etaveradi. Siz ko'rib turgan lavr daraxti muzey uchun juda qadrlidir. Chunki bu daraxtni 2012-yil London Olimpiadasidan oldin Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi muzey uchun ekib bergan. Sizga yaxshi ma'lumki, lavr yaproqlaridan yasalgan gulchambar Olimpiada o'yinlarining shohsupalaridan o'rin olgan sportchilarning boshlariga kiydirib qo'yilgan. Oxirgi Olimpiya o'yinlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, hukumatimiz tomonidan sportchilarimizga ularning yutuqlari yuksak baholanib kelinmoqda. Prezident mukofotlari, pul mukofotlari, ularning murabbiylariga ham alohida pul mukofotlari topshirilishi tahsinga sazovordir. Bunday mukofotlarni sportchilarimizga berilishi ularni keyingi Olimpiya o'yinlariga ham yanada kuchliroq tayyorlanishlari, ularga motivatsiya berishining bir dalili sifatida ko'rish mumkin. 2012-yil lavr daraxti ekilganda 1 metr edi. Hozirgi kunga kelib lavr daraxti 3 metrga yetdi. Go'yoki mustaqilligimizning 30 yilligida lavr daraxti ham mustaqilligimiz bilan barobar o'sib boryapti.